Xitoy doiralari G'uljidagi Oltinkonda kon o'rilish voqeasi yuz bergandan keyin voqea haqida faqat bir qatam axborot yig'ini ochdi. Yig'in bayonotida har darajalik aloqador organ va rahbarlarning harakatga kelganligi gavdalantirilgan bo'lsa-mu, voqeaning sababi, javobgari, kanastr qolganlarning kimliklari haqida ma'lumot bermadi. Xitoy axboroti voqeada 18 kishining kanastr qolganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, ammo qutqizishning jarayoni va natijasi haqida hozirgacha xabar bermadi. Biz bu vaqt uchirilish uchun oldi bilan G'arbiy diyar G'ulji Oltinkon shirkatiga telefon qildik. 你好，是黄金公司吗？你有什么事吗？我想了解一下这个。 Telefonimizni qabul qilgan xodim o'zining qutqizish natijasidan xabari yo'qligini bayon qildi. 有没有新死的18个人里面？你打错电话了，我不太清楚。你为什么不知道？你没听说这个坍塌事故吗？我听说了，但具体情况我们不清楚呀。 U qutqizish harakatining davomlashayotgan yoki to'xtaganligi haqidagi savolimizga javoban bu vaqt qo'mondonlik shtabidan ma'lumot olishimizni tavsiya qildi. 不是你们是哪位？你直接给指挥部打电话吧。我们这块不是指挥部。 Biz bu gap bo'yicha Uyg'ur Abdunum rayonlik jiddiy qutqizish nazorati qo'mondonlik shtabiga telefon qildik. 喂，你好。这是营救管理层吗？对，这是经济管理厅指挥中心。请问一下， Telefonimizni qabul qilgan xodim G'uljidagi Oltinkonda qutqizish harakatining davom qilayotgan yoki to'xtaganligi haqidagi savolimizga javoban bu harakatning bugunmi, ya'ni kon o'rilgandan buyangi 10-kundami davom qilayotganligini oshkorildi. 有没有幸存者到现在？现在正在救援，也没发布信息。还没有结束吗？没有，正在救援。今天是第9天了，是吧？对，应该是吧，24号吧。 24号。 Nazorat rahbarlaridan 2 nafarining bugun yana G'uljidagi naq maydonga qarab yo'lga chiqqanligini bayon qilgan bu xodim bugungacha qutuldirilgan birer kishi bor yo'qligi haqidagi savolimizga javoban o'zining bu vaqt xabari yo'qligini aytish bilan birlikda bu vaqtda davlatlik jiddiy qutqizish ministrligidan ma'lumot ola oladiganligimizni uqtirdi. 你可以通过国咨询市民总委来问一下问一下政府或者咨询人民政府这个情况，总委可以去国经济部直接去了解，好不好？因为我们这块经济管理厅负责救援，这是我们负责。 Biz onundan qutulganlarning bo'lsa soni haqida ma'lumot so'radik. U bu vaqtda hukumat tarafining axborot bayonotidagi ma'lumotlardan foydalanishimizni tavsiya qildi. 都在网上都有，都公布了，以公布的为主。只有25号的数字，昨天、今天的没有呀。对呀，你那啥，你现在国家应急管理部和咱们自治区的书记正在调度这个事情，正在汇报这个事情。 Biz uningga hukumat tarafining dastlabki kuni bir qatam axborot bayonoti berganligi, uningdagi voqea haqidagi uchurlarning yangilanmaganligini eskartdik. U buningga javoban biz bu savolni so'rayotgan dalmish vaqtda Abdumrayonlik partikum sekretari Mashinruyning davlatlik jiddiy qutqizish ministri Wang Shangshiga G'uljidagi qutqizish harakatining natijasi haqida ma'lumot berayotganligini bayon qildi. 不是你这个都是我们有正常的一个发布渠道，你就听那个好不好？ 对，我们知道是哪一是正常，哪一是不正常的。那是营救管理局，你们是。对，自治市党委现在正在给国家应急管理部正在报告，正在报告。现在报告呢是吧？对，救援进展。对，今天马书记和应急部的马金玉书记和应急部的王湘市部长正在汇报这个事情。 Biz mazkur xodimdan qutqizish harakatiga qancha nafar xodimning qanday aslahalar bilan ishtirok qilayotganligini so'rag'inimizda bu vaqtdagi uchurlarni sirtqa oshkorlashga bo'lmaydiganligini tilga oldi. 一共多少个人在参加这个救援工作呢？但是具体的信息没有发布，那就说明就是没有对外公布。 Biz bu xodimdan kanastr qilgan kishilarning kimliklari, bo'libmi millati, jinsi va yashi haqida ma'lumot so'rdik. U bu vaqtdagi uchurlarni deb bermaydiganligini takrorladi. 我们听说他们里面有2个少年，我已经跟你说了呀。但是你不知道名字的话年龄多大，男的还是女的？这个我没法说，我现在也不知道。那就你以为这是国家秘密是吧？你是要干啥嘛？你说。 Biz mazkur xodimda yana qutqizish harakatining qancha kun davom qilganligini so'rdik. U ba'zi uchurlarni bilmaydiganligini tilga olsa, ba'zi uchurlarni bilsimi deb bermaydiganligini bayon qildi. 你们这救援是多长时间？给领导，我跟你说一下，就是那个事情那些情况，剩下那些计划我也不知道，我也不掌握。你如果你想掌握的话，你就正式的，有些救援情况不是
是我这个工作人员能知道的。 Mazkur qo'mondonlik shtabidagi yana bir xodimmi o'tgan hafta bizga javob berganda bu voqeaga oid uchurlarni xohlagancha oshkorligini bo'lmaydiganligi, faqat Abnurayliq partikum tashviqot bo'limi redlagan va ruxsat qilgan uchurlarni taqib bo'ldiganligini ta'kidladi. 我没法回答你，因为这是一个都是我也不是现场救援的。作为营救管理人员，你应该知道这个。你稍等，你稍等，好。稍等。喂，喂，看到我能在什么？啊，你好，你说。请问一下，有没有幸存者？到现在有没有幸存的？这方面所有的信息告诉呢，由自治区党委宣传部新闻信息处来负责，请你跟他们联系，好吧？你们不是这个营救管理厅吗？我们是这个单位，但是对外报送信息报送呢，是统一由自治区党委新闻宣传处来负责，请你跟他们联系。 O'tgan hafta aniqlashtirimizda kanastir qolgan 18 kishining ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi oshkorlanish bilan birlikda ulardan oz deganda 2 nafarining Qur'onga yetmagan ishchi ekanligi ma'lum bo'lgan. Biz qolganlarning kimliklarini oydinlashtirish uchun Voljinayisning Oltinkan joylashgan Qarayag'och yezisi va atrofidagi idora organlariga telefon qildik. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Nima o'ynayarsak chiqanimi? Qaysi o'rin bu? Ya qarang, va nimada? Shu atrofdagi ma'lum bir sachxona xodimi kanastir qolganlarning kimliklaridan xabari yo'qligini bayon qildi. Kanda bu o'rilib tushganda kandan tegib qolgan bolalardan birisi mushsilnoma saqchiqanniki bir tuqqunimi, mishar birsiniki bir qerindishi shu kanda tugab ketgan ahvol shu bo'ldimi? Ya, xato bo'ldi. Jililiz bozorlik hukumat xodimi voqeadan xabari borligi, ammo kanastir qolganlarning oqibatidan xabari yo'qligini tilga oldi. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, siz kim? Ma Jeliz bozorlik hukumatmi? Kanavlasini araliqan qanchalik bor shu voqea yuz bergan kanavla? Oy, bizning xiyirda araligi. Biz oltin kamni olib deganda bir 50-60 kilometr kerak. Bu anlig'ini oldi bu hozir aman qolganlar bormi yo'qmi karasida? Unda uqmayman. Bu sizlarga mashina bir ishga ko'ngil bilmamsizlar, bu atrofingizda 18 odam yoning ostida qolsa, bu insondoshlikda bir ko'ngil bilg'ashqu. Bu qayoning odamlar ekan ular? Bu qancha kishi tuyapti, qancha kishi aman qoldi, mashaqda bir xabaringiz bo'ldimi? Yo'q, uqmayman. Qandan o'rilib tushgandimi xabaringiz yo'q? Hatta butida qanni oldik, uni uqmayman. Hurmatli radio anglishlar, yuqori xodimlarning javoblaridan ma'lum bo'lishicha, Volja Oltinkandagi kan ko'mirilish voqeasida kanastir qolganlarni qutqizishning natijasiz davom qilayotganligi, doiralarning bu 18 kishining fojiasi va o'zlarining qutqizish harakasidagi mag'lubiyatini jamiyatdan, hatto yerlik idora jamiyat xodimlaridan yo'shirayotganligi ma'lum bo'lmoqda.